Hürmetli vatandaş. Yani iki parçalık sembartını kaldırıp koydum. Mesela Bob menen dizin senatörlerinin Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlakati ve Antony Blinken yazgan xeti. Bugün çislağa vatandaş 2023 yıl 2. ayının 3. günü hepteki cüme. Endikileyli 3, 4 siyasi hadise. Devlet ishlakati Antony Blinken'nin Cungo ziyaretini vaqtincha bekor qilganligi. Cungo'nun uçar kemisi yoki jasuslik shahrining Kanada, Amerika havo bo'shlig'iga kirib kelganligi. Shundaqla Avam palata boshlig'i Kevin McCarthy'ning Tayvanni ziyorat qilish planim yo'q deganligi. Shundan oxirida anda nima deymiz vatandoshim? Kanada parlamentinin Uygurlarını yerleştiriş, 10 bin nefar Uygur'unu yerleştiriş, doğrusudaki müddea namını, karar namını, yukarı avaz bilen makulluqallık. 3 gün içinde, 100 belge vakala 1. ayının 31. günü Kirsimit, Nopozluq Erbap'nın Devlet Meclisi oturup koygan kanun layihesi, 3 gün içinde, hakikaten bu vaziyetin qandaq şiddet bilen, qandaq tezlik bilen terakki kılavatqanlığı gayran qalısız vatandaşım. Endi bu Cungo Amerika oturusundaki münasebet meselesi, yani bundan keyin qandaq yol bilen, qandaq özgür işçi terakki qılıdı aldığımızda görümüz. Bu yerda tilg'ilishga arziydigan bir taraf shuki, Kanada Töven Palata, parlament Töven Palataning 10 bin nafar Uygur'unu yerleştirish, Kanadaga yerleştirish to'g'risida ma'qullagan qonun loyihasi uchun Vaziri Trudeau ve Trudeau hükümetiga rahmat aytimiz. Biz Uygur bulup turup rahmat aytimiz. Shundaqla Kanada xalqiga, Kanada davlat parlamentiga rahmat aytimiz. Andan bu yolda mangan Samir Zübeyir mi? Samir Zübeyir Efendi'ge Çin kalbimizden rahmet aytimiz. Andan bu yolda mangan Kanada'da yaşavatkan Uygurlar ve başka yetekçi orunda hizmet işleyen Uygurlarga Çin kalbimizden rahmet aytimiz. Bu bir zor hadise vatandaş. Zor hadise, zor siyasi vaka, zor siyasi hadise deyişimiz sebep şu ki, biz keyinki 10-20 yıl içinde Uygurlarning qaysi kunga qolganligini ko'rib turibdik, bilib turibdik. Bu bizning vujudimizda yuz berayotgan voqealar. Uyg'ur degan millatning vujudida yuz berayotgan tug'utni cheklash, nasl qoldirishni cheklash, irqiy qirg'inchilik, Uyg'urning madaniyat va turmush usulini xonavayron qilish, Uyg'urning jiniga kelayotgan zomil, ya'ni Xitoy hukumatining och qo'yib o'ltirişi, mushu qatorliq voqealarning hammasi Uyg'urning vujudida yuz beryapti vatandosh. Xalqaro jamiyat ko'ngil bo'ldi. Amerika boshchiligida G'arb dunyosi Uyg'urning bu taqdiriga ko'ngil bo'ldi. Bugun Kanada parlamenti 10 bin nafar Uyg'urni Kanadaga yerleştirish to'g'risida ma'qullagan qaror vatandoshim bu bir boshlanish. Boshlanish bo'lgandimi intayin sezgir boshlanish. Ya'ni unda qaramoqqa aytimizki, hozir kishilik huquq faoliyat bosqichi oxirlashib, kishilik huquq faoliyat bosqichidan biroqli sakrab, Uyg'urlarning siyosiy musofirlik salohiyatini e'tirof qilish darajasiga ko'tarilgan alohida bir siyosiy hodisadir, siyosiy vaqt. Kanada hukumatining 10 bin nafar Uyg'urni yerlashtirishga chiqargan qonuni shuncha tez va shundoq jiddiy paytda ma'qullikdan o'tishi hozir bu dunyoni zilzilaga soldi. Shundaqla dunyoning vaziyatiga nihoyat shiddatli o'zgarish olib keldi deb hukm qilsangiz bo'ladi. Biz aytgandek, boshqa so'zligimizdek bu bir boshlanish. Ya'ni Uyg'ur millatiga siyosiy
musafirlik salayeti bir iş. Siyasi musafirlik salayeti dinkin Uygur'un ornu geçirinler. Ornudan dest duruş. Siyaset, siyasi dava baskıcı ütüş. Uygur'un meselesi vakti siyaset, siyasi dava baskıcı ütüdü. Ben dedim o ötken 11. ayının 2. günü vaka yani Uygur degen isim Uygur'a çetişlik kişilik hukuk meselesi boyunca Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Milletler Komiteti kelip to'xtadi. Bu Milletler Komiteti aslında aynı vaktki Vina Komiteti. Bu qatim yana bor ekan dedim. Milletler Komiteti kelip to'xtadi, bu qaltis to'xtash. Bu qaltis vaziyat degan edim. Mana şu vəydin azı bir ay öt, 2 ay ötü deyli. Bu jəyəllende 2023 yıl 2. ayının 1. günü Kanada parlamenti Tüven Palata maqullab muddaaname, qararname maqullab 10 min nefer Uygur'ni Kanadaga yerleştirmekçi boldu. Rahmet Kanada halkı. Rahmet Vezir Tarada hükümeti. Vatandaşlarımız bu şununla münasebet mi diyelmeyimiz müşündak vakitte çünkü hükümetinin Amerika hava boşluğuna casusluq şarı evet geldiği bu tolumu açıklık buludu. Mesela Amerika Qo'shma Shtatlar hükümetinin özünü tutuvelişimi çeklik buludu. Bayanat şekilde bolsun veya ki devlet müdafiyasının bayanatı şekilde bolsun bunun ifade bildirdi. Yana qattiq ifade bildirişini Amerika Qo'shma Shtatlarının qollaymiz. Muşu günde 21. asırda Amerika hava boşluğu casusluq şarı yoki casusluq şar kimisi yetib keldiyse bu bir insaniyet için bir hayranlık. İkincisi bu Amerika'nın devlet zemin territoriyasiga Jungo'nun ig'vogarchilik qilganligidir. Nazarda so'zlaydigan bo'lsak, Kanada parlamenti ma'qullagan qaror muddaonoma intayin sezgör, intayin vaqtida, dal vaqtida ma'qullangan qaror loyiha hem Uygur'un taqdiriga ta'sir ko'rsatadigan, hem dunyoning vaziyatiga ta'sir ko'rsatadigan qaror loyihadir. Men buni boshda aytganimdek, Jungo hükümeti delmişinde vaqtda uçar kimiyaki casusluq şarını qo'yib berib vaziyatni qalaymi qallaştırmoqchi bo'ldi. Balki bunga nisbatan xalqaro jamiyatdan muvofiq javob oladiganligiga ishonmas vatandoshlar.